Assalomu alaykum do'stlar, Feyza Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda mana shu katta kartada biza one blockda suruvdan qilamiz. Bugungi videomiz juda ham qiziq bo'ladi. Videoga like bosing va kommentga fikrlaringizni qoldiringlar. Bo'lmasa biza videomizni boshlaymiz va like bir deyishdi, birdan tushib ketdi makalar ma'lum. Mana buni ichida olmalar bor ekan, olmalarni olib qo'yamiz. Va bitta kitob ham bor ekan. Kitobda nima yozilganini o'qib ko'ramiz, qani nima bor ekan. Hop. Ba'zi bilbalar. Kerakli kitob ekan. Kerakli kitob. Hop, buni qazib olganimizdan keyin yana one blocklar qaziymiz. Tezroq. Tushib bo'yin tushib ketdi. Hop, yana tushib ketdi. O'rtaga chiqarishim kerak menimcha shunaqa. Hop, hozir ozroq blok kesib olamiz. Keyin mana bu yerdan choq qo'yib kattatiramiz. Joylarni o'zaro kattatiramiz. Bo'lmasa bitta blokka sig'maymiz, juda qiyin bo'ladi. Okey, yana boshlaymiz. Blok qazishdi. Hop, har xil yozuvlar chiqyapti. Yana tushib ketyapti. Sanchiga o'tishga injoy bo'shaydi. Ana solidlar otildi, bilmadim akalar. Hop, emotsiyalarimiz ham bor ekan. Hop, davom etamiz. Qaziymiz. Hozirchani loy tushib ketdi, bechara. Короче, mana kattatirib oldik akalar. Jonani ozroq endi mana bu qo'yilib turibdi. Bular unutmaymiz. Hayvon ketdi. Nima deyapti o'zi? Qo'y kerak. Ulma. Oh, xudoga shukr. Xitoy yonadimi bilmadim, kerak. Bir yonib ketdi ekan. Lavani qiyin tomon shu ekan. Qazaveramiz. Loy ekan bu. Sochilib ketmabdi, bir ikkita masala qolibdi. Shu yonib ketish xavfi juda ham xavfli ekan. Mana bu yonib ketishi mumkin. Olamiz. Kudilar yonib ketyapti, ko'chman yonib ketdi. Olamiz, yana qaziymiz. Yana bir ikki ozroq kattalashtirmasak, mana bu qo'ylarni tushib o'lib qolyapti. Kattalashtirganimizdan keyin bir normal qochay, loy, qoch, o'lasangiz qoch. Qaranglar, bu molam gap shuni qochadi, o'zingiz bilib. Mana shu yerdan uycha quraveramiz. Keyin mana bunamizni chiroyli qilib to'g'risidan uycha quraveramiz. Hozir ozroq yo'lakcha qilib qo'yamiz o'sha uy uchun. Hop, mana shu 4 blok kerakki. Keyin taxta bilan uy quramiz. Endi yana qazishni boshlaymiz. Hop, yana sandiq berdi mana. Qani sandiqlar bor ekan. Qizil masala, yaxshi masala zo'r bo'ladi. Faqat gullar, daraxtlar, shunaqa narsa ekan. Bular qiziq emas. Baribir qo'yaveramiz mayli. Mana bu narsa qanaqadir armoydir ekan. Shuni sandiqni buzib olamiz o'zimizga. Mana shu narsa nimaligini tushunmadim akalar. Sizlar kommentga yozib qo'ying nimaligini. Okey, mana buzib oldik. Hop, yana yerlar faqat yer beryapti. Daraxt beryapti, zo'r bo'ladi. Bura daraxtimiz uy qurib bir kichik joy. Keyin ferma ham quramiz. Kerakchi yashaymiz. Hop, mana quramiz. Va yana yonib ketdi. Loy. Jonga tegdi shu yonishi. Chuchqa chiqdi. Bu chuchqani o'ldirib olish kerak, lekin hozir o'ldira olmaymiz. Chuchqish mumkin. Ichki chiqdi. Yana yondi, ha? Daraxt yonikan, shuni bilib olmayman. Daraxt chiqqanda sal tezroq qochish kerak, nima biz hali ham qo'yib. Daraxt ham bir xavfli ekan.
bosib qo'yamiz. Xo'p, endi taxta bilan bit tashlaymiz. Hozircha bizda 8 ta taxta bor. Okalar, cho'ki, yana taxta olamiz, verstak olamiz, taxta olamiz va verstakni qo'yib, har xil aslahalar yasashni boshlaymiz. Bolta va kirka yasaymiz. Bular kerak bo'ladi bizga, bilasizlar nimaligini, mana bularni buzishda kerak bo'ladi. Mana shuni o'ldirish kerak-da. Hech nima chiqmadi-ku. Bundan chiqdi, mana go'sht chiqdi. Hop, taxtani olamiz. Jonga tegdi mana shu yoniga bor-ku. O'lsak lekin hamma narsa yo'qoladi. O'lma. Shuni. Tez tashlaymiz. Endi iqtidorroq bo'lamiz akalar. Hop, endi faqat to'xtamamiz, o'zimizga yetarlicha. Hop. Yana o'ldik, yana narsalarimiz to'kilib ketdi. Mana bu yo'nalishni to'xtatamiz endi, keyin mana bu yerdan taxtadan uy qurishni boshlayveramiz bo'lmasa akalar. Hop, taxta qilib olamiz va uy qurishni sekin mashqdan boshlaymiz. Hop, 64 prizi 28 ta daraxt bo'ldi. Taxta bo'ldi. Bitta qo'yamiz endi. Mana qo'yamiz. Hop, chiroyli qo'yib turamiz hozir. Nimaga yo'ni? Lo'y. Nimaysi bu endi qaranglar, endi taxta yonib ketyapti. Nima qilish kerak? Shunga tegdi mana shu yonish. Balki teparodan quramiz, bir blok tepadan. Qurib qo'yaylikchi. Tegmaydigan joydan quramiz. Olov tegmaydi. Menimcha endi chiroyli qursak kerak, yonib ketmasa kerak, yana bilmadim. Qolib qoldimi? Xo'p, mana qo'yib chiqamiz bitta. Mana chiroyli qilib qoldimi ko'rib chiqamiz. Mana bu yerga yana yo'nni. Nima yo'nyapti valla? Jonga tegdi bu. Bitta uy qurib olmasa ekan. Mana shu yerdan chiroyli qilib chotgacha uy quramiz akalar. Boshladi bo'lmasa uy qurishni. Xo'p, mana bo'lmasa. Xo'p akalar, mana chiroyligina uycha qurib bittaniga. Endi mana bu blok qazishda davom etamiz yana hozir. Sandiq bersa zo'r bo'lardi. Yonib ketadi. Nima qo'yadi? Qoldi. Otsam. Loyda inson bo'luvchilar. Ochinglar sandiqni. Vau, shuncha daraxt, shuncha o't bor ekan akalar. Bularni olamiz-da. Nima qilsak bo'ladi? Har xil narsalar qilamiz hozir. Bu chestni sandiqni kesib olamiz, buzib olamiz. Yana hozir buzamiz. Esa bo'ldi, tugadi. Mana shu bitta idea bor akalar. Mana bu o't nima kerak emas, hozir ko'rsataman. Mana shu o't. Shuning uchun bu ikkita o'tni bittadan mana shu chiroyli qilib, uyimiz chiroyli qilishib dekoratsiya quramiz. Mana chiroyli qilib. Mana bu yerga bitta zina qilib qo'ydik chiroyli. Mana bu yerga ham qo'yamiz. Mana bu yerlarga ham chiroyli qilib qo'yamiz. Chotki dekoratsiya bo'lib turibdi. Xo'p, yana bitta idea keladi. Mana shu tepaga chiqib tepa etajda ham qilsak nima deysizlar? Tepa etajda mana bu yerlarni o't qilamiz-da. Mana o'tlarni chiqamiz. Keyin ularni o'rtasiga taxta qo'yib chiqamiz. Juda zo'r bo'ladi shunda. Taqob kesibdi mana bu yerga. Hop, endi taxta qo'yib chiqamiz. Mana chiroyli qilib ikkinchi etajdan qurib oldik. Endi mana bu yerga narvon qo'yamiz akalar, narvon.
Hop, bana dedi. İyi, yopilib qoldik. Hop, bana dedi, mana dedi. Mana shu tuzuk, mana shu narvon bilan chiqib olamiz. Narvon yasash uchun bizga taxta kerak. Hop, 3 ta taxta mana olamiz, 3 ta taxtani. 3 ta taxtani qo'yib olamiz akalar. Mana endi bemalol tepaga chiqib tushishimiz ham mumkin. Mana akalar ikkinchi etajimiz ham taxtadaydir. Mana bitta blok qo'yib qo'ysam ekan. Bitta taxta qo'yib qo'yaylik akalar, chiroyli o'tirib, hozir chuqur bo'lib qoldi. Ikkinchi etaj keyinroq quramiz. Hozir blok qaziymiz yoki ferma quramiz. Endi mana ikkita qo'yib yubordim birdaniga ikkita taxta. Biz chiqamiz bilan. Nimaga? Taxta bilan qilsam bo'lmaydimi? Hop, endi bizlarga taxta kerak. Cho'k kerak. Bolta, kirka, lopatka, yana har xil narsalar. Mana bu qazib mashitga joy qilamiz bitta. Mashitga har xil narsalar ekamiz kerak cho'klar. Cho'k. Bitta qo'yamiz. Narsa etmay qoldi. Nima qo'ysak? Yon blok qaziylikchi hozir. Cho'chqa, seni o'ldirib go'shtingni yeyman. Alloh ekansan. Abi haromda ko'ryapsizlarmi? Voy mana qo'y harom mana. Qo'yimiz. Ulma. Yo'q, o'lsa kerak. Voy, ana o'lib qoldi. Voy, akalar, bugungi videomizni tugatamizmi nima deysizlar? Jonga tegdi borku, ulib narsalarni voy. Shuncha narsa. Akalar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'linglar va like tugmasini bosib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Bu videoda 10 ta like bo'lsa, keyingi video chiqadi akalar. Ungacha xayr.